yashashmi ayol, yashashimi shu? Bu baqlajonni necha kun oldin tozalagansiz? Qanchalar hozir qovurganda Qarang, chumoli bosib, qarang, pomidor kutigacha. Abitga yotamizda. Alchi o'zi yotyapmiz. Bu achimaydimi sizda? Mana shu hokimiyatda ishlaganlarning 70% sadist, psixopat va sotsiopat. Munosib inson kuchuk bunday qilib yashamaydi, kuchuk bunday qilib yashamaydi aka. Nima tekshirmayman? Yo'lni to'g'riladi. Nima tekshirmayman? Stolbalarni tekshirish yoki buni ham o'zining egasi bor. Erta-indin uyingizga hokim kirib kelib, avval hovlingizni, keyin oshxona-yu muzlatkichingizni va hatto yotoqxonangizdagi tozalikni tanqid qilib, uyni qanday tutish kerakligi bo'yicha nasihat qilishi mumkin desam, ishonasizmi? Yo'q, bunaqasi hech bo'lmasa kerak deyotgan bo'lsangiz, shoshilmang. Mana o'chag'onda aytayapti. Nima uchun deydi, chiroyligini sinib kafil bo'lsa ham deyapti, qilib deyapti. Oqlab qo'ymagan deyapti. Tushunyapsizmi? Mana yashash, mana. O'chag'onda qarang. Anani qarang, tarilgan laganlar turibdi, chirib, irib ketgan. Ortanaga ketgan hamma tomon. Mana qarang, yo'q musorda o'zi yo'q. Bu supurindi xonami?